Assalomu alaykum azizlarim. Qutlug' ilk bahor bayramlari muborak bo'lsin. Aziz ayollar, onajonlar, maftuna qizlar, tabarruk zotlar, go'zal opalar, dilbar singillar, ma'suma qizlar, jacha qizaloqlar. Har birimizga ilk bahor ayyomlari muborak bo'lsin. Shu qutlug' kunlarda har ayol qoshida she'r bitging, ash'or aytging keladi. Ayniqsa sadoqat timsoli mo'dabar zotlarga ta'zimlar qilging keladi. Ma'suma xonim, Ma'suma Ahmedova iqtidorli, noziktab adiba, san'atshunos u. Vali u o'zbek xalq adibi, zabardast yozuvchi Tog'aymurodning sadoqatli juft haloli. Hamon uning ijodini dunyolarga ulashayotgan saxovatli va sadoqatda benazir qalb sohibasi. Ma'suma xonim, hey dilkash oshnosi o'tliq qalamning, ko'nglimdagi do'st. Dunyolarga teran nigohlab boqib, go'zal ishq qissasini bitgan ohu dil. So'zlar ummonida ming to'lqin balqib, terib chiqqaningiz shodadur, ko'nglimdagi do'st. Qo'lingizda birmas ikki ishq sozi, mas'ulsiz, ma'sumsiz, qalbda ishq yodi, borlig'ingiz aro Tog'aymurodning men qaytib kelaman degan ovozi, ko'nglimdagi do'st. Ustoz Abdulqahhor bitgan sinchalak suratidan bir nur siyratingizda, hey orzusi osmon, tin bilmas malak, dunyolar qudrati jur'atingizda, ko'nglimdagi do'st. Ustoz Zulfiyadek bir malak siymo, vafo chamanida bir hursiz siz ham. Ulzat gulshon aro, nazm va navo, nasr gulbog'ida guldirsiz siz ham. Ko'nglimdagi do'st, Ma'suma begim.